Allohning bizning ibodatimizga ehtiyoji bormi? Savol. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Yaqindan buyon kallamga bir savol kelib olib, material aqtiribmi qanoatlanarlik javobga erisholmadim. Shu vajidan o'zlaridan so'rab baqishni loyiq ko'rdim. Alloh Sura Baqaraning 30-oyatida o'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga "Men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rin bosar yarataman" dedi, debdi. Shayx bin Baz rahmatulloh bu yerdagi xalifa deganimiz zaminda Allohning shariati va dinini yurgizadigan, tavhidga chaqiradigan, Allohga ixlos qiladigan va iymon keltiradigan deb tafsir qilibdi. Yana bir oyatda Alloh mundoq debdi: "Men jin va insonlarni faqat menga qulluq qilish uchun yaratdim." Yana ba'zi materiallarda Alloh taolo insonlarni zaminni gullantirish uchun yaratgan deganda qarashmi bor ekan. Yuqoriqilarni xulosalagan vaqtda Allohning bizni yaratishdagi maqsadi o'ziga ibodat qildirish va biz orqali zaminni gullantirish hamda zaminda tavhid paydo qilish bo'ldi ekan. So'ramoqchi bo'lganim shuki, Allohning bizni yaratishdagi maqsadi yuqorida deyilgandek bo'lsa, undaqda Allohning bizning ibodatimizga, zaminni gullantirishimizga nima ehtiyoji bor? Alloh har qanday narsadan behojatdir. Alloh ilmlarini ziyoda qilsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Savolingiz haqiqatan metafizikalik masalalarga oid cho'ng savollarning biri. Darvaqa inson nima uchun yaratilgan degan bu savolning mohiyatlik javobi topilganida nurg'un masalalar hal bo'lib ketadi. Mazkur masalani metafizikalik deyishimda, chunki yaratish Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan g'aybiy ishlar qatoridandir. Kahf surasidami Alloh taolo shunday degan: "Ularga osmonlarning va zaminning yaratilishini, ularning o'zlarining yaratilishini ko'rsatganim yo'q. Ozdirg'uvchilarni yordamchi qilganim yo'q." Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deydi: "Alloh bo'lsa azalda yolg'iz, yakkigona edi. Allohdan boshqa hech narsa uning bilan mavjud emas edi. Yaratish boshlangandan keyin arshi suv ustida edi. Ondan lahu mahfuzga koinotdagi hamma narsaning taqdirini yozib, osmon zaminni yaratgan." Demak, Alloh taolo jahondagi hamma narsani yaratishni iroda qilgan, jahondagi hamma narsa keyin paydo bo'lgan. Insonni shundaqla barliq mahluqotlarni yaratishda hikmat bor. Albatta, tuvandagi oyatlardami inson va koinotdagi har bir shayning bekorga yaratilib qolmaganligi aniq bayon qilingan. Biz osmon zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab yaratganimiz yo'q. Agar biz ichpushqa qilmoqchi bo'lsak, qishimizdagi narsalar bilan qilatdik. Biz sizlarni o'zinglarni bekor yaratdi, o'zinglarni dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Osmon zaminni va ularning orasidagi narsalarni bekor yaratmadik. U kafirlarning gumonidir. Kafirlarga do'zaxdan voy. Koinotga nazar soladigan bo'lsak, uningdagi mahluqotlarning soni biz bilib bo'lolmaydigan darajada ko'p. Millionlagan yulduzlarni o'z ichiga olgan jahon Alloh taolaning qudratini ko'rsatdi. Undaq bo'lgan ekan, insonni yaratishmi o'sha yaratquchi kamoli qudrat egasi Allohni tunish va uningga bo'ysunish uchundir. Chunki jahondagi mahluqotlarmi insonning Allohni tunishiga yordami bo'ladigan, Allohning qudratlik yoki yegona zot ekanligini isbotlaydigan dalillardir. Inson bu dalillar ustida fikr yurgizib, o'zidagi va jahondagi shay'larning alohidaligi, intizomi, qonuniyati va go'zalligini tafakkur va mulohaza qilganida yaratquchining ulug'ligini biladi. Bilsa, uningga ibodat qilishning muhimligini va zo'rligini tunib yetadi. Yana bir tarafdan dunyo inson uchun sinoq maydonidir. Imtihon tugsa mukofot yoki jazo bordir. Dunyo va boshqa shaylarning yaratilishidagi ikkinchi hikmat ana shu. Bundaq bo'lgan ekan, inson Rabbiga ibodat qilishda tirishishi, egisi bilan uchrashishga tayyorlik ko'rishi lozim. Shuningdek, abadiy saodatga erishadi. Endi savaldagi asosli nuqtaga kelsak, Allohning bizni yaratishda nimaga ehtiyoji bor? Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ulardan savol so'roq qilinadi degan oyatni obdan tahlil qiladigan bo'lsak, mazkur savol Allohning mahluqotlarga to'liq o'xshatib qilishdan kelib chiqqanligini bilib olgan bo'ladi. Inson maxluq. U bir tamchi ma'nidan operida qilingan. Jahondagi nurg'un narsalar uning manfaati uchun qilib yaratilgan yaralmishlardir, mavjudliklardir.
Bundaq ekan, insonning o'zini ana shundoq arzimas shay'dan yaratib, aql idrok ato qilib yaratgan egisiga iqtidorining yetishicha shukr sano aytish, yaratquchining qonuniyatiga va qonuniga bo'ysunish majburiyati bor bo'ladi. Ushbu majburiyatni bo'lsa, faqat Allohga ibodat qilish orqali vujudga chiqarish mumkin. Bundaq ekan, ibodatga Allohning emas, bandaning ehtiyoji bor. Allah insonni yaratishni behuda yaratgan emas. İnsan yaratilgan ekan, uning koinotda bor bo'lib turishi behudalik bilan natijalansa bo'lmaydi. Bundaq bo'lishning o'zi Allohning hikmati va janobiga munosib emasdir. Alloh bo'lsa hech shayga muhtoj emasdir, ammo banda ehtiyojlidir. Alloh har shaydan behojat va ustun bo'lganligi, banda muhtojlik va ojizlik egasi bo'lganligi uchun Alloh uningdan nima uchun bundoq qilding deb so'raydi. Allah bir narsani yaxshi ko'rsa yoki iroda qilsa yoki yaratsa, bu ehtiyojdan bo'lgan bo'lish kerak emas. Allah buningdan pokdir. Balki Allah shuni iroda qilganligi, yaxshi ko'rganligi, xohlaganini qiladiganligi, maxluqlarga o'zining qudratini, rahmatini ko'rsatib qo'yishni ixtiyor qilganligi uchundir. Ya'ni Allah subhanahu va taoloning ishlari uchun irodasi, ilmi va sifatlardan boshqa illat yoki sabab ko'rsatilmaydi. Ammo maxluqlarning ishlarining illati surishti qilinadi. Albatta, Alloh taolo biror hukm bekitgan yoki biror ishni farz qilgan bo'lsa, olimlar ba'zi oyat hadislarga tayinib turib, uningdagi hikmatni bayon qilishga tirishadi. Masalan, Alloh taolo oyni vaqt va hajni bekitish va boshqa manfaatlar uchun yaratgan degandek. Demak, o'ttirg'a qo'yilgan bu savol Xoliqni maxluqqa o'xshatib qilishdan kelib chiqqan. Allah'ның insonlarni ibodat uchun yaratishida ilohiy hikmatlar bor. Buni ojiz aqlimiz bilan bilib bo'lolmaymiz. Biroq shu narsa aniqki, Allah'ның ibodat uchun yaratdim degani mening sening ibodatingga muhtojligim bor edi deganlik bo'lmasdan, aksicha bu Allah'ның bandaga marhamat qilib, uningga qandoq yashashi va nima uchun yashashi kerakligini bildirib qo'yishidir. Shuning uchun ibodat degan nima, ish amal qandoq qilganda ibodatga aylanadi degan masalalar har insonda to'g'ri shaklda aydin bo'lishi lozim. Demak, Allohning insonning hayotidagi g'oyasini o'zi ixcham, ammo ma'nosi cho'nqur bir oyatga yig'ish orqali bildirib qo'yishning o'zila inson uchun bir rahmatdir. Shuning bilan bir vaqtda Alloh taolaning ibodatning barliq tafsilotlarini payg'ambarlar orqali bildirishi va hikmat taqozosi yuzidan bir qator amallarni shariat qilib bekitishimi bir rahmatdir. Yana shuningdek, ibodatning jannatdagi abadiy saodat bilan mukofotlanishimi bir rahmatdir. Allohning Rahman va Rahim sifatlari mushuningga o'xshagan ishlar bilan texmi aniq bilinadi. İbadet ve şeriat hakkında çoğunqur o'ylaganimizda insonning ibodat va xolis amal orqali oladigan savobi, erishadigan foydasi va ajrlarining hammasining Allohga qaytmay bandaga qaytishining o'z navbatida Allohning bandalarning ibodatiga aslo ehtiyoj yo'qligini ko'rsatadi. Vallohu a'lam. Fatvoda Dr. Abdulaziz rahmatulloh. 2015 yili 5-oyning 27-kuni.